Hozirgacha faqat yotdim. Instagram kirishim kelmadi. Shunaqa sizlardan qattiq xafa bo'ldim. Nahotki boshqalarni kommentlarini ko'raman. Hamma joyi ochiq, kim qanaqa videolar qiladi. Kommentiga kirasizlar, ko'z tegmasin. Vau, go'zal, kim nima. Amman havas qilib, meni ham dadam deb qo'yganim uchun shuncha hate, shuncha yomon gaplar kelyapti. Shunday yuraklarim yomon bo'lib ketdi-da, shunday xolamga ketishim kelyapti, shunday oldiga-da Rossiyaga ular qochib ketsam bo'ldi tamomda. Shu daraja yomon bo'ldi yuragim. Sizlarga masalan oddiy narsa, lekin men orzu qilaman hammamiz, например, polni oila jam bo'lib bitta dasturxonga o'tirishni-da. O'sha narsani prosta o'zim uchun kecha amalga oshirib ko'rdim. Men otam emas, u odam to'g'ri, men dadam o'lib ketganlar rostdan ham, lekin sizlarning yozayotgan gaplaringiz nahotki men shunchaki havas qila olmayman. To'shto, men ham dada deb bilishga nahotki haqqim yo'q deb o'ylab qoldim-da. Bilmayman, sizlar o'ylaysizlar, men 15 yoshar qizcha, dadasi nanasi bilan urushib, tamom meni hech kimim yo'q deydigan qizcha deb o'ylaysizlarmi? Agar tashlab ketgan bo'lsa ham, o'sha odam uzoqdan bo'lsa ham tomosha qilish uchun men hamma narsamni bergan bo'lardim-da. Kecha men restoran borishni yomon ko'raman, chunki restoranlarga ko'pincha oilalar o'tiradi. Ammo ko'pincha fast foodlarga boraman, yoshlar o'tiradi. O'sha uchun meni nozik joyimda, to'shto restoranga boraman, ko'raman, oila o'tiribdi. Menga hech qachon bunaqa bo'lmaydi. O'sha qattiq xafa qildingizlar kecha.